Assalomu alaykum. Ushbu videoda xorijda ishlash uchun nimalar qilish kerak, nimalar bilan shug'ullanish kerak, mana shu masalalar haqida gaplashamiz. Istalgan dasturchi mahalliy kompaniyada ma'lum vaqt davomida ishlaganidan keyin u o'zi ish boshlaydi. Sababi yangi narsalarni o'rganmayotgani yoki yangi texnologiyalarni ish jarayonida tadbiq qilmayotgani yoki bo'lmasa shunchaki karyerasida o'sish bo'lmayotgani bilan izohlash mumkin. Bunaqa holatda nima qilish kerak? Bunaqa holatda uchta variant bor. Birinchisi boshqa mahalliy firmaga ishga kirish yoki frilansga o'tish. Uchinchi variant xorijga ketish albatta. Uchinchi variantda mana bu videoda biz uchinchi variant bo'yicha, xorijga ketish varianti bo'yicha gaplashamiz. Xo'p, xorijga ketish uchun birinchi navbatda tilni bilish kerak. Ingliz tili. Biz Rossiya haqida gaplashyapmiz. Chet el davlatlari AQSh yoki Yevropaga borish haqida fikr yuritamiz. IELTS bilan baholaganda til bilish taxminan 5,5-7 kerak. Muhim bu yoqda IELTS dokumenti bo'lish emas, chunki IELTS dokumenti haqida hech kim sizlardan so'ramaydi. Suhbatlar jarayonida ravon bo'lishini, fikrlarni aniq-tiniq ifodalab berishini talab qilinadi. Keyingi qadam bu Stack Overflow yoki LinkedInda o'z profilini to'ldirish. Profil to'ldirish jarayonida hozirgi ishingizda yoki undan oldingi ishingizda nima ish qilyapsizlar, nimalar bilan shug'ullandinglar. Mana shu narsalar haqida batafsil yozish ham kerak bo'ladi. Shuningdek, rezyumelarni to'g'ri to'ldirishga e'tibor beringlar. Rezyume to'ldirish qisqa chiqib ketganda rezyumeni ikkita barobar oshmasligi kerak. Rezyumeda masalan tug'ilgan yilinglar yoki rasmiylar, qanaqa millatinglar, bu narsalarni ko'rsatishinglar shart emas. Sizlardan kerak bo'ladigan shaxsiy ma'lumot, ism, familiyanglar va pochtangiz bo'ladi. Qolgani sizlarning karyeralarga oid ma'lumotlar bo'ladi. Xuddi shu masala, xuddi shu qoidalar LinkedInda ham, Stack Overflow'da ham amal qiladi. Xo'p, Stack Overflow va LinkedInning farqi nimada? Stack Overflow'da ishlarni sortirovka qilishda yaxshi bitta filtri bor. Uni oti Visa Sponsor deyiladi. Visa Sponsor filtrini tanlab, sizlar viza bermaydigan vakansiyalarni chiqarib tashlab, faqat viza beradigan vakansiyalarga e'tibor qaratishingiz mumkin bo'ladi. Bunaqa imkoniyat LinkedInda yo'q. LinkedInda profil to'ldirganingizdan keyin yaxshi to'ldirilgan bo'lsa, shunda rekruterlarning o'zi sizlarga ish vakansiya bo'sh ish o'rinlari haqida o'zlariga chiqishadi. Rekruterlar haqida ham ma'lumot berib o'tishim kerak. Rekruterlar bu nomzod va ish beruvchi o'rtasida ularni shunchaki tanishtirib qo'yishdan ko'proq ancha katta hajmdagi ishni bajarishadi. Ularga qo'pol qilib aytganda dalol sifatida qaramaslik kerak. Ular ancha yordam beruvchi, ikkala tarafga ham yordam beruvchi kasb egalari. Ular nomzodni ko'rib chiqishadi, kuchli va kuchsiz tomonlarni aniqlashadi. Vakansiya mos keladigan bo'lsa, unda telefon qilib nomzod bilan gaplashishadi. Telefonda qisqacha suhbat davomida ish haqida ma'lumot berishadi. Shuningdek, agar biror tajribasi bo'ladigan bo'lsa, o'zlariga qisqacha intervyu ham qilishadi. Xo'p, ishga qabul qilinmagan taqdirda ham ular nomzodni potensial nomzod sifatida o'zligini bazalikka qo'shib qo'yishadi va keyingi vakansiya paydo bo'lganda yana aloqaga chiqishadi. Xo'p, intervyu keyingi texnik mutaxassis yoki kompaniya xodimi bilan intervyu uchun sizlarga kerakli muhim maslahatlarni berishadi. Xo'p, siz nomingizdan ish beruvchiga taklif bilan chiqishadi. Qisqasini aytganda, rekruterlar dasturchilar uchun kerakli yordamchilik vazifasini bajarishadi. Intervyuga tayyorlanish kerak. Intervyuga tayyorlanmasdan turib 10 yillik staj bilan oddiy savoldan yoki intervyudan o'ta olmasligi mumkin. Intervyuga tayyorlanishni xuddi oliy o'quv yurtiga tayyorlanayotgandek jiddiylikda qarab tayyorlanish kerak. Firmalarning kattaligiga qarab uchga bo'ladigan bo'lsa, birinchi startaplar, o'rtacha kattalikdagi biznes kompaniyalar va
gigantik korporatsiyalarga ajratadigan bo'lsak, startaplarga intervyusiga tayyorlanish uchun ko'p vaqt talab etilmaydi. Taxminan bir hafta 10 kun yetsa kerak. Sababi startaplarga sizlarni algoritmlarni qanaqa algoritmdan bilishinglar yoki nazariyani qanaqa bilishinglarni uncha ahamiyati yo'q. Ularga kod yozishinglar muhimroq. Tajriba startap uchun. Shuning uchun intervyudagi beradigan masalalari shunchaki biror vazifani bajarish uchun beriladigan masala bo'ladi. Xo'p, katta kompaniyalar bo'lsa, ularning o'zini HR xodimi bo'ladi yoki HR komandasi bo'ladi kompaniyaning kattaligiga qarab. Va ular dastlab nomzod bilan aloqaga chiqishadi, nomzod bilan dastlabki intervyuni o'tkazishadi. HR xodimlarida dasturlash bo'yicha malaka yoki tajriba bo'lmagani uchun ular texnik taraflama intervyuni masala berishda ko'proq shunaqa xizmat ko'rsatuvchi saytlarga qoldirishadi. Masalan, Codility sayti masala berib, masala asosida hisobotni xodimlarga, kerakli xodimga topshiradi. Ushbu firmalarga tayyorlanish uchun bir oydan shu oygacha vaqt kerak bo'ladi. Bunda o'rganadigan narsalar sizlarni o'zinglarni biladigan tilinglar, dasturlashtiringlar va algoritmlarni hech bo'lmasa oddiy algoritm o'rganib olish zarar qilmaydi. Uchinchi guruh bu gigantik korporatsiyalar. Ularga Google, Facebook, Amazon, Microsoft va shunga o'xshagan katta kompaniyalarni kirish mumkin. Ularda HR komandasi, HR alohida komanda bo'ladi. Ularga ishga kirish ham ancha mashaqqat. HR komandasini nazarga tushishi o'zi bu birinchi kichkina muvaffaqiyat deb qabul qilinadi. Gigantik korporatsiyalarning intervyulari uzoq davom etadigan jarayon bo'lib, odatda bir necha bosqichdan iborat bo'ladi. Birinchi bosqichda HR xodim yoki rekruter sizga aloqaga chiqadi, telefonda tushuntiradi kompaniyaning missiyasini, qanaqa dasturlash kerakligi haqida tushuntiradi va qisqacha texnik intervyu ham o'tkazadi. Bunda texnik intervyu juda oson savol bo'ladi. Masalan, matnni tezkor o'girish yoki array massiv ichidan biror kerakli sonni hisob berish. Buning uchun kod yozish shart emas. Shunchaki algoritmni aytib, qaysi algoritm bo'yicha yechiladi, mana shu tushuntirib berish kifoya, telefonda tushuntirib berish kifoya. Xo'p, va birinchi intervyudan o'tgan xodimga keyingi ikkinchi intervyuga taklif etiladi. Bunda ikkinchi intervyu ko'proq davom etadi. 1,5-2 soatga yaqin davom etadi. Bunda texnik xodim, ko'pincha dasturchi, o'sha firmaning, kompaniyaning dasturchisi sizlar bilan intervyu o'tkazadi va biroz qiyinroq zadachi beradi, masala beradi. Masalani yechish uchun avval algoritmi qanaqa yechiladi, miyada o'rganib, kerakli algoritmni topib olgandan keyin kod yoziladi. Kodni IDE'da yozilmaydi. Sizlarga o'zingizlarga yoqtirgan IDE'larda kod yozmaysizlar. Oddiy tekst redaktori bo'ladi. Masalan, Google Docs'da yozishlar. Agar javob yaxshi bo'lsa, qoniqarli bo'lsa, unda on-site intervyu, kompaniyaning ofisida bo'lib o'tadigan intervyuga taklif qilishadi. On-site intervyu uchun, ya'ni kompaniya ofisiga borib kelishlik uchun kompaniya barcha xarajatlarni o'zi ko'taradi. Sizlardan talab qilinadigan shunchaki 1-2 kunga kelib intervyuda qatnashib ketish bo'ladi. On-site intervyu 1 kun davom etadi. 1 kun ichida bo'lib o'tadigan intervyuda taxminan 4 ta yoki 5 ta qismdan iborat bo'ladi. Shulardan 3 tasi dasturchi, o'sha dastur injenerlar bilan bo'lib o'tadigan algoritmlar, masala yechish bo'yicha bo'lib, unda 3 ta intervyu bo'ladi. Har biri alohida masala yechish bo'ladi. Bunda bilish talab etiladigan narsa algoritmlar, data structures, keyin qanchalik effektivni qo'llay olish va analitik qilay olish qobiliyati muhim rol egallaydi.
To'rtinchi intervyu esa bu system design. Bularni esdan chiqardim. 3 ta intervyuda masala yechish davomida dastlab whiteboard, oq doska va flomasterda masala yechiladi. Barcha masala yechib, keyin masalaning qiyinligi, qancha vaqt olishi aniqlanib bo'lgandan keyin oxirida kod yoziladi. Kodni ham oldingi o'tganimizda kodni matn redaktorida Google Docsda yoziladi. Mana IDE'ga deb ishlata olmaysizlar. Xo'p. 3 ta intervyudan keyin system design intervyu o'tiladi. System design intervyuda bu qanaqa? System design bu katta high scale proyektlarni loyihalash bo'yicha tajribani imtihon qilishadi. To'g'ri, hamma ham high scale proyektlarni loyihalamagan, lekin o'rganish imkoniyati bor. Intervyuga tayyorlanishning iloji bor. Bunda savollar beriladigan savollar taxminan Instagramni qanaqa qilib loyihalash mumkin yoki YouTube'ni qanaqa qilib loyihalash mumkin, shunaqa katta proyektlarni qanaqa loyihalash bo'yicha bo'ladi. Yana bir intervyu behavioral intervyu. Bu hamma gigant kompaniyalarda ham behavioral intervyu bo'lmaydi, lekin Facebookda bo'lishi aniq. Facebookga ishga kirmoqchi bo'lsanglar, behavioral intervyuga tayyorlanish kerak. Umuman behavioral intervyuga tayyorlanish talab qilinadi. Bunda behavioral intervyuda nomzodni kompaniyaning madaniyatiga, ofis madaniyatiga qanchalik mos kela olishi, ish jarayonini o'zidan qanaqa tutishi, mana shuni baholashadi. Bunda berilgan savollar taxminan sizda kuchsiz tarafingiz qanaqa yoki kompaniyada hozirgi ish joyingizda qanaqa konflikt bo'ldi, uni qanaqa hal qildinglar yoki qiyin holatdan qanaqa qilib chiqa oldingiz. Mana shunaqa savollarga javob berish kerak bo'ladi. Bunda sizlar oldindan 10 tacha savollar uchun oldindan kichkina konspekt holatda matnlarni yodlab olsanglar, shunda o'zingizga oson bo'ladi. Savolga qarab kerakli narsani gapirib berish imkoni bo'ladi. Xo'p, 4 ta yoki 5 ta intervyu tugagandan keyin tushlik payti kompaniyaning xodimi bilan birga tushlik qiladi. O'zbekchasiga aytganda bu choy ustida suhbat bo'ladi. Choy ustida suhbatda kompaniyaning rejalari, oddiy narsalar haqida gaplashadi. Bu intervyu emas, suhbat bo'ladi, shunchaki gaplashib o'tirish. Intervyu natijasi intervyu olgan xodimlarni anonim tarzda bergan baholari asosida shakllantiriladi. Bunda ishga qabul qilmagan taqdirda ham o'sha kompaniyaning nomzodlar ro'yxatiga o'sha nomzod tushadi va yarim yil yoki 1 yildan keyin ular yana chaqirishligi mumkin, yana bir intervyuga chaqirilishligi mumkin. Intervyuga tayyorlanishga qancha vaqt ketadi? Startaplarga boya aytib o'tganimdek, bir hafta 10 kunga yetarli bo'ladi. Bunda albatta tajriba muhim rol o'ynaydi. O'rtacha kattalikdagi kompaniyalarda 1 oydan 3 oygacha vaqt ketishi mumkin. Katta gigant kompaniyalarga bo'lsa, gigant korporatsiyalarga unda 1 yildan 3 yilgacha muddat talab qilinadi. Bunda xuddi institutga tayyorlangandek tayyorlanib, har kuni masala yechib borish, nazariyani o'qish talab qilinadi. Qanaqa savollar tushishini oldindan bilish mumkin. Taxminan oldindan bilish mumkin. Intervyu protsessini oldindan bilish imkoni bor. Buning uchun Glassdoor saytiga kirasizlar. Glassdoor.com saytiga kirib, kompaniyaning nomini yozasizlar va uning location. Kompaniyaning ofisini tanlaysizlar. Ko'p hollarda mashhur firmalarda oldingi intervyuda qatnashgan nomzodlar o'zining feedbackini qoldirgan bo'ladi, o'zining fikrini yozib qoldirgan bo'ladi. Yoki o'sha joyda ishlagan xodimlar o'zini feedbackini qoldiradi yoki qancha olayotganini anonim tarzda ko'rsatgan bo'ladi. Mana shu Glassdoor saytida firma haqida ma'lumot olib, firmada qanaqa ishlar bo'lishi haqida taxminiy tasavvurga ega bo'lasizlar. Keyingi videolarda algoritmlar, data structure haqida tushuntirish berib boraman.